darsimizda biologiya elektron darsliklardan o'rganish darslari elektron darsni o'rganish hamda dars ishlamalar loyihalar bo'yicha ishlar olib borish. Bunda biologiyaga elektron darslardan foydalanishi samarali tomoni shundan iboratki, undan foydalangan biz har bitta aynan o'rganadigan bu fan elektron darslik bo'yicha o'zi bilishimiz kerak. Elektron darslik nima? Elektron darslik har bitta dars bo'yicha PDF shaklida bo'lishi mumkin yoki shu platforma orqali foydalanish mumkin. Ulardagi foydalanadigan barcha tizimni bu qulaylik tomoni ham afzallik tomoni shundan iboratki, siz nima qilasiz, uni qancha o'sha vaqtda samaradorli ushlab qolish, kerakli bo'lgan shu ma'lumotni siz olasiz va hattoki shunaqangi testlarni ham shu kod formati orqali olib borishingiz mumkin. Ularga hatto o'rganadigan shu dars bo'yicha siz nima qilasiz, mustaqil o'rganasiz. Ba'zi bir shunaqangi foydalanadigan darsliklar bo'yicha har bitta elektron darslikni mana shu Zionet orqali Edu tizim bo'yicha bu tizim orqali olishingiz mumkin. Hamda mana Sadoshi Games platformasida ham darsliklardagi hatto mana shu qo'llanadigan o'quv qo'llanmalar ham sizlar qo'lingizga elektron tarzda berilgan. Hattoki foydalanadigan test mashg'ulotlari ham, mustaqil ish oladigan shu mavzular ham hammasi elektron tarzda berilgan. Bu darsliklar qulay tomoni, siz hattoki shu vizual materiallar orqali ham nima qilasiz, ko'p qayta nima qilishingiz mumkin, ko'rish mumkin yoki o'sha mustaqil holda nima qilishni o'rganish mumkin. Shuning uchun bu o'sha darsliklarda foydalanish uchun o'sha elektron darslarda ko'pgina hatto mana sizlar test eng ko'p ishlaydigan mana quest test orqali ishlaysizlar. Keyin va shunaqa testlarda foydalanish bu birinchi o'sha ma'lumotni kiritib nima qilasizlar, keyin testni amalga oshirasiz. Uni qulaylik tomonlari. Dil yo'q, o'sha bo'yicha elektron darslik tizimi bo'yicha foydalanadigan va uni o'rganish qancha afzal tomonlari mana hozir tayyorlab kelganlar slaydlarni eshitamiz. Mavzumuz o'sha biologiyadan yaratilgan elektron darsliklarni o'rganish hamda uni biologiya darsida foydalanishni o'rganishni ko'rib chiqish hisoblanadi. Darsimizda bugun nimalarni ko'rib chiqamiz? Demak, interaktiv usullar, o'quvchilar animatsiyalar orqali o'sha qon aylanish sistemasini oladigan bo'lsak, animatsiyalar yordamida qon aylanish sistemasini tushunish. Keyin o'sha vizual ko'rinish orqali, masalan, odam ko'rgan narsasini 70-90 martagacha eslab qoladi. Shuning uchun biz bugun animatsiyadan foydalanamiz. Keyin yurakning 3D modellarini ko'rib chiqamiz, har xil platformalar yordamida. Keyin biz quiz testlar ishlaymiz, Kahootda ishlaymiz bugun. Keyin video lirik chekinish videolarini ham ko'rib chiqamiz. Demak, elektron darsliklarning pedagogik ahamiyati haqida sizlar bilan gaplashadigan bo'lsak, elektron darsliklar demak o'zi yaqinda kirib kelishni boshladi. Ta'lim yo'nalishlariga, masalan, elektron darslik deganda biz nimalarni olishimiz mumkin? Masalan, bizda televizorlar, har xil planshetlar, kompyuterlar, audio qurilmalarini o'sha elektron moslamalarga olishimiz mumkin bo'ladi. Demak, ulardan foydalanish samarali, lekin zararli bo'lgan taraflari ham bor. Bugun sizlar bilan samarali taraflarini ko'rib chiqamiz. Samarali taraflari yuqorida aytib o'tganimdek, demak, inson ko'rish orqali 90% ma'lumotni eslab qolganligi sababli, masalan, ma'lum bir narsani yosh bolalar, ya'ni 5-sinfdan 8-sinfgacha bo'lgan o'quvchilarga qiziqishini orttirish uchun har xil turli metodlar yordamida yoki turli xil videolar yordamida ko'rsatsak, ularda qiziqishi ortadi. Bu o'sha elektron darsliklarning samarali tarafi hisoblanadi. Endi biologiyada elektron darsliklarni tushuntirishni qon aylanish sistemasi bo'yicha oldim. Endi uni qon aylanish sistemasini turli xil platformalarda, turli xil bosqichlarda o'rgatilishi mumkin ekan. Masalan, platformalar bizda bor, Zionet platformasi bor, Edu platformasi bor. Bu ikkovi O'zbekistondagi platforma hisoblanadi.
uni telefon Google'ga kirib yozib ko'rsalaringiz, keyin masalan qanaqa kitob qidiryapsiz, masalan Ziyonetda qanaqa kitob qidiryapsiz, uni o'sha mualliflik kim yozsangiz sizga ma'lumot, ya'ni kitobni o'zini chiqarib beradi. Qanaqadir darslik bo'lsa ham darslikni sinfini yozasiz, muallifini yozasiz, o'sha muallifini chiqarib beradi. Ana qiyinchiliklar. O'sha literatura animatsiyalar qanaqa bo'ladi? O'sha masalan anatomiya bo'yicha tushuntiradigan bo'lsam, odamni birorta organlarini o'quvchilarga ham chuqurroq yetkazib berish uchun, tasavvurga yaxshi paydo qilib olish uchun animatsiya orqali tushuntirishlar ancha yaxshiroq bo'ladi. Hozir yangi texnologiyalar rivojlanib borayotgani sababli ham bunga talab ortgan. O'quvchilarga har bitta odamning organizmidagi organlari harakatlanishi yoki mana terida boradigan jarayonlarni animatsiya orqali ifodalab beradi. Xuddi haqiqatdan ham ko'rayotgandek tasavvur qiladi o'quvchi. Ana masalan monitorga qo'yilgan. To'g'ri, mana qaraysiz, u chunki o'quvchilarda ham siz o'tayotgan yangi o'sha mavzuni ham o'quvchida tushuncha hosil bo'lishi uchun ham siz nima qilishingiz kerak? O'quvchilar o'sha qisqa metraj yoki videoroliklar yoki animatsiyalar nima qilishingiz kerak? Ko'rsatib berishingiz kerak. Chunki dars davomida o'sha raqam. Mana siz foydalanadigan o'sha darsliklar, video darsliklarmi yoki foydalanuvchilar slaydlar orqali siz o'tadigan dars, o'tadigan darsingizni yangi mavzuni o'tishdan maqsad siz o'quvchiga siz tushuntirib berasiz hamda siz o'tgan mavzu qanchalik tushuncha ular hosil bo'lishi uchun siz shu tarzda yo videoroliklar yoki animatsiyalar yoki slayd orqali hattoki tarqatma material orqali ham maqsadingiz bo'ladi, shu o'quvchilarga tushuntirib yetkazib bera olasiz. Undan tashqari siz o'quvchida shu darsingizdan qanchalik bilimga ega bo'lganligini siz uni bilish uchun undan keyin siz nima amalga oshirasiz? To'g'ri, u bo'lishi mumkin test, mana boya o'zinglar aytdinglar, quiz orqali, yana kapot orqali o'quvchilarda unda faqatgina jarayonda o'yin bo'lish kerak, o'quvchilarda ham o'sha qo'yib telefonlarga bo'lish kerak. Lekin biz o'sha maktabda unaqa ruxsat berilmaydi. Bu qanchalik hattoki shunaqasi bor, QR-kodli orqali ham kirib to'g'ridan-to'g'ri kiriladi. Yo siz bo'lmasa, siz o'rga tarqatma material orqali shu test yordamida o'quvchilardan foydalansangiz bo'ladi. Yoki o'sha darslarni qanchalik tushungan-tushunmaganliklarini siz shu dars davomida shu hattoki foydalangan bekorga maktabda berilmagan loyiha ishlari. Loyihalar amalga oshiriladi hamda laboratoriyalar o'tkaziladi. Endi yana bu o'sha maktabda siz foydalangan hamda nafaqat maktabda, hattoki siz talabalar o'rtasida elektron darsliklarni qulaylik va afzallik tomonlari nimada deb o'ylaysiz? Kim aytadi? Aziz. Maktabdagi elektron darsliklarning foydasi birinchi o'rinda o'quvchilar zamonga hozirgi zamon talabiga javob beradi. Ya'ni o'quvchilar virtual tarzda o'zi tasavvur qilib, tasavvurni kengaytirgan holda o'sha qanaqa jarayon kechayotganini ko'rib, o'zida tasavvur tushunchasi yuqori bo'ladi va o'zlashtirishi ham yuqori bo'ladi. Yozuvdan ko'ra elektronikasini yoki o'sha vizualni ko'rganda unda tasavvur paydo bo'lib, tushunchasi yaxshi bo'ladi, o'zlashtirishi yuqori bo'ladi. Keyin o'qituvchiga ham uni tushuntirish, o'quvchilarga o'shani tushuntirib berishi osonlashadi. Keyin har bitta mavzu yuqorisida o'zi qo'yib berilgan bo'ladi. Bu qo'yib masalan o'quvchi kasal bo'lib qolgan bo'lishi yoki kelmay qolgan bo'lishi mumkin. Buni qayta o'zlashtirib olish uchun aynan do'stidan yoki boshqalardan so'rash emas, shunchaki uyga o'tirgan holatda hech qanday bahonalarsiz darsga kelgan vaqtda bahonalarsiz darsni tushunish uchun o'sha qo'yib orqali ko'rish mumkin. Bu bir. Keyin yana bir yo'li hozirgi vaqtda ko'proq hammani fikri xayoli kitobdan ko'ra telefonda o'quvchini qiziqtirish, kitobga qarab o'qitirib qiziqtirgandan ko'ra o'sha qo'riqodni dars davomida bo'ladigan bo'lsa ham sal shovqin bo'lsa o'qituvchi uni to'xtatib qo'riqod orqali televizorga ko'rsatib yoki ekranlarga ko'rsatish orqali o'quvchilarning e'tiborini jamlay olishi va ularga tushuntirishni yana ham mukammalroq qilishi mumkin bo'ladi. Chunki bilamizki hamma o'qituvchi texnologiyani zo'r bilmasligi mumkin, ammo ana qo'riqod ortida yashirilgan videoda esa mukammal tarzda tushuntirilgan bo'ladi. Interaktiv matn deganni nima tushunasiz? Interaktiv o'zi nima? Interaktiv, faol.
faol yo'l bilan ishlash, matnlarni. Bu interaktiv yo'l orqali siz o'quvchilarda o'sha tezlik, misol uchun siz o'quvchilarni siz har bitta ajratasiz-ku, guruhlaydi. Qaysi shu guruhda faol ishtirok etish, interaktiv deyiladi. O'z nomida aktiv degani faol, aytamiz-ku, giperaktiv deymiz, interaktiv. Bu faollikni tezroq amalga oshirishga, faollik yo'li bilan ishlashga, ya'ni o'rgatish. Maktabda o'quvchilarda siz guruhga bo'lishingizni ham afzalliklari qay tarzda yoki siz shu guruh tayyorlashda sardor tayyorlaysiz. Siz o'sha berilgan savol yoki topshiriqni siz guruh bo'yicha, ya'ni bitta guruhdan sardor tayyorlab, u qanchalik siz birgalikda jamoa bo'lib ishlaganingizni ularda tezlik amalga oshiriladi. Siz qanchalik shu tez ishlash yoki siz berilgan savollarda aktiv bo'lib o'quvchilar ishtirok etish. Chunki siz darsda misol uchun 40 ta gruppada o'quvchilar bo'ladigan bo'lsa, siz hammasi bilan birgalikda bir vaqtda yoki savol javob qila olasizmi? Siz qay tarzda ular bilan mana o'tkazasiz? Sizlarga savol. Dars o'tish mobaynida o'quvchilarni qanday siz baholaysiz? Metodlar, yana metod yana elektron darsliklar, interaktiv darsliklar haqida misol uchun agar jadval tuzadigan bo'lsak, misol agar adabiyot o'qituvchisi bo'lsam, o'zimni sohamdan boshqa audio darsliklar, adabiyotlarni qilish mumkin yoki biror bir biokimik jarayonlarni darsga olib, videoga olib, ya'ni kelmagan talabalarga yoki o'quvchilarga ko'rsatib berish mumkin bo'ladi. Interaktiv darsliklar qanaqa? Aktiv, ya'ni o'quvchi unda aktiv bo'ladi, bosadi, harakat qiladi. Misol uchun darsning boshlanishidan oldin biror bir o'ntalik test qiladigan bo'lsam, doskaga yoki o'sha televizorga, monitor orqali o'quvchilar uni bosishi, telefon orqali ishlashi va natijasini sirasi chiqishi bu interaktiv hisoblanadi, ya'ni aktiv, faolroq bo'ladi. Elektron darsliklar esa faqat matn bo'lishi mumkin, rasm bo'lishi mumkin. Ikkalasining farqi shunda, ya'ni elektron darslik orqali o'qiydi, bilim oladi, o'zlashtiradi. Elektron aktiv darsliklar orqali esa u aktivlashadi, ya'ni o'sha javoblarni tez chiqishi yoki harakat qilishi, tugmalarni bosishi yoki biror bir joylarni matn, misol uchun rasm beradigan bo'lsak, telefon orqali bo'yashi, uni joylarini o'zgartirishi bu aktiv qism hisoblanadi. Rahmat. Yana shunaqa narsa bor, siz test elektron test ishlaydigan bo'lsangiz, sizga testlarni javobi chiqadi, yana qayta siz qilgan xatolaringizni ham ko'rsatib qo'yadi. Bu nima qiladi sizga? Yana bilimingizni o'zingizni to'ppa-to'g'ri ishlashga olib keladi. Chunki siz qayerda o'sha qo'ygan xatoyingizni siz o'zingiz ham nima qilasiz? Bilib olasiz. Bu sizga afzallik tomonlari. Mana endi o'sha bugungi shu mavzu bo'yicha siz mana shu test orqali, siz bilan shu savol-javob orqali hozir o'tkazamiz. Oddiy savol tuzish xohlamadim, shuning uchun ko'p savollar tuzib kelganman. Buni ichida 3 tasida adashmasam hech nimasi yo'q, ya'ni tezlik. Lekin o'sha 3 ta o'quvchi uchun ham boshqa topshirig'im bor. Chiqardim? Boshlaylik savolni. Chiqdi. Sport bilan shug'ullanganda yurak urish tezligi nima uchun oshadi deyilgan. Sport bilan shug'ullanganda o'sha muskullar ko'p ishlash, ko'p harakat qilish natijasida kislorod yetishishi shu sababli yurakning o'zi bilan nasl funksiyasini bajaradi. Shu o'pkaga olingan qon tezligi bilan o'sha muskullarga yetkazib berish uchun, organizmlarga yetkazib berish uchun nagruska ishlaydi, ya'ni nasl yurak urishi tezlashadi. Tezlashish natijasida o'sha qonda kislorod toshishi ham tezlashadi, muskullarga yetkazib berishi. Agar yetkazib berilmasa, o'sha falokat bo'ladi. Yana kimda savol? Endi katta va kichik qo'llanishlar arasida shunday degan, farqini ayting degan. Katta qo'llanishlar esa tanaga kislorod topib olganlarga kislorod oziq qolmalarga yetib boradi, keyin kislorodga qonni tashiydi.
kichik qon aylanishlari esa venöz o'tkazilishdan chiqib o'sha o'ng bo'lmachiga kelib tugaydi va uni tarkibida venöz qon bo'ladi. Nima sababdan yurak doimiy ravishda qisqarib bo'shashib turadi debdi. Chunki buning sababi yurak qisqarib bo'shashib turishining sababi chunki butun tanaga oziq moddalar va kislorodni tashish vazifasi uchun u har doim qisqarib bo'shashib turadi. Katta qon aylanish doirasidan boshlanib qaytarilgan. Katta qon aylanish doirasi yurak xolichasidan chap xolichasidan boshlanib aorta bilan boshlanadi. Keyin barcha tuxum organlariga borib kislorod berib karbonhidrat oladi. Pastki ovoz venalar orqali o'ng bo'lmachiga kelib qo'yiladi. Sport paytida yurak urishi tezlashmasa nima sodir bo'ladi? Bilamizki, qon tomirida o'sha qon barcha organizmimizdagi barcha organlarga kislorod osmodani yetkazib beradi. Bizning sport paytida umuman mashq qilayotgan vaqtimizda organizmimizga ko'proq doimga nisbatan ko'proq kislorod va osmodlar kerak bo'ladi. Ayniqsa kislorod. Chunki organizmimizdagi bo'layotgan jarayonlarimizga energiyani parchalanish uchun kislorod kerak bo'ladi. Agar yurak yaxshi urmasa yoki yurak urishi tezlashmasa, bizda kislorod juda ham sekin boradi va organizmimiz kuchli qisqarganligi tufayli mushaklarimizda oziq moddalar tugab qolish, energiya tugab qolish kuzatiladi va bu holatda odam dastlabki daqiqalarning o'zida qaltirash, holsizlanish va hushdan ketish holatlarini kuzatishingiz mumkin. Chunki organizmda energiya kamaysa, dastlab o'zini belgilarini bildiradi, ya'ni qaltirashni kuzatishingiz mumkin, keyin holdan toyishni yoki harakatlanolmay qolishni kuzatishingiz mumkin. Agar shunda ham odam o'sha sportni to'xtatmasa yoki kuchli harakat to'xtatmaydigan bo'lsa, hushdan ketish holati yuzaga keladi. Kapillyar qon tomiri qalin bo'lsa, organizmda nimalar o'zgaradi deyilgan. Ya'ni biz bilamizki, qon tomirli chuqur bo'ladi, o'sha arterial, vena hamda kapillyar qon tomirlariga bo'linadi. Kapillyar qon tomiri eng mayda qon tomir. Ya'ni umumiy qon hujayra bilan o'zaro aloqa bo'lish uchun kapillyar qon tomiri orqali moddalar almashadi. Ya'ni o'sha kapillyar qon tomiri qanchalik yupqa bo'lsa, moddalar hujayraga o'tishi shunchalik oson bo'ladi. Bu yerda qalin bo'lsa nima bo'ladi? Ya'ni qalin bo'lsa, bilamiz, o'sha qalin devordan moddalarning o'tilishi juda ham qiyin bo'ladi. Bu degani moddalar almashinuvi organizmda buziladi. Ya'ni o'sha kislorod hujayraga yetib bormasligi, oziq moddalarning yetib bormasligi kam bo'ladi. O'shaning uchun moddalar almashinuvi buziladi. Bu qatorda kim edi? Savol munosabatdan chap qonunchi o'ng qonunchiga nisbatan qalin bo'ladi degan, bu aslida yozilgan o'sha sabab 3 barobargacha qalin bo'ladi degan. Sababi chap qonunchi katta qon aylanish doirasini boshqaradi. U qonni nasos singari qon tomirlariga ko'p qonni chiqarib berish kerak. Shuning